qilishini. Zapiska yoziluvmidingiz? Yo'q. O'zi shanba kuni edi. Shanba kuni kelmoqchi. Shanba kuni kelishlari kerak edi. Ozgina mazalari bo'lmay qolibdi, qon kelib qolibdi. O'shaning uchun hozir jonli navbatga keldilar. Nima demoqchiman? Agar sizlardan qon, suv ketayotgan bo'lsa, mana shunaqangi ekstremniy holat bo'layotgan bo'lsa, bemalol kelaveringlar. Yoki men ko'raman, yoki Mukarram opam ko'radilar. Hozir Mukarram opam bitta suv ichinglarni aytib beraman, qanaqangi zo'r vrachligini bilasizlar. Xullas, ayol qon ketavergan, raddomga yotgan, keyin jufastollar ko'p ichgan, lekin o'zingda ko'rsa ko'chish joyi yo'q, lekin qon ketyapti. Baribir o'sha pastki qismdan ko'chyapti deb hisoblashganda, xullas kalam Mukarram opamlarga kelganda sheykasida katta polip turgan ekan. O'sha kravits qilyapti, qonyapti ekan. Keyin uni ginekologga jo'natdik, olib tashladi, mana qutuldi, xursand yuribdilar. O'shaning uchun muammo bo'lsa hal qilamiz, anaqasini topib beramiz.